Dostlar, ben bugün səhərləm turib aldım. Şu Mina G'arib tamaqxanasının naşçılığı bek noçe edip anlığandım. Bugün keplan bir tetip bakaydım. Qarısaq mana hammasi chiqib poptu aldımğa. Mercimek bakken, Özbek samısı bakken, seyküktat salat bakken, mevci bakken, tuxum bakken, matarab quruq yelimiş, rost bulkusken, andaki ma qar bulka etken çay. Ma naşlıqlamına ait sarxilalatda en mühimi uzuqluq qimmati bek yuqur kenjimi. Hatta yana müşahid naşlıq saq çoxum energiyaga tulib turib ishlab ketaman o'dayman. Onda qasam şu etken çaydan başlap bakayla bir tetip bakayla. Etken çayninki ta'minim shunda joyida yaxshi holat chiqaribdi, ish qilib bir issa g'o'ljininki yaylaqlariga borgandek ta'sir etib ekanjima. Bunda qasam mercimeklarini bir tetip bakayla. Yelishtirib bir yutayla. Bu şundaq özgüçe feyzalat chiqibdi juma. Bavamda baya ko'ribla meyran qaldim. Nemo desam O'zbek samistida qara holatda chiqdi ekan, bir tetib bakayla. Mana do'stlar, tangaylar. Do'stlar, menimda bir tishlab yegandik altdan shunda cho'rik, shunda qalqa bir cho'rik bo'lib yegan tetitga. Ikkinchi qatam eg'izimiz shu kiyimlarga tekkandan keyin, andan samsninki hissiyatini his qilar ekanmiz. Mana shunda peyze yeyishlik holat chiqibdi juma. Unda qasma mogo saylarni yeb bakaylar, qarsak shunda chiroyli ummaq taqsi yapti. Onun tamam o'zgacha peyzalar chiqibdi. Avros bokularni tetib bakaylar. Ma belki yiyishgan do'stlar. Yani dostlarımızın tetib baksin. Wow. Dostlar, men Mina G'arib tamaqxonasining naşlığını yeb bo'ptimiz. Shunda o'zgacha shunda peyzalar chiqibdi. Shu yeyishganki vashi ahmiyat beradigan vashi amroq qizlar olib qolsin, yigitlar olib qolsin, bir kelib naşlıq qilsanlar bo'g'dak. Uning ustiga mehmon boshlash bek mos kelgan javob bo'lib, mumshaning muhiti, naşlığı, andan tushda ko'p qolsin, kechda ko'p qolsin, azod muhit bilan azayda rahat yerda tamoq yeb chiqsanlar bo'ldi ekan. Nayt o'xshiq holatga bir qatim naşlığni tetib baxsan bo'ldi. O'zgacha bir yesam bo'ldi, ta'minotdan chiqib qoldi degan do'stlarimizga bevosita mushan tavsiya qilaman. Mayaning adresi bo'lsa shahar naisi 2-doktorxona darvozasining sol tarafiga joylashgan. Ya'ni shu 2-doktorxonadan taxminan 50 metr atrofida keldi. 3-qavatdagi Mina G'arib tamaqxonasi. Mushak kelib bir yeb tetib ko'rib beqinglar.